Assalomu alaykum. Kabej kartalar nima va ular nima uchun kerak? Kabej karta bu ikkita to'lov tizimi orqali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan to'lov vositasidir. Ikkita to'lov tizimining ishlashi kartaning qamrov doirasi kengayishini ta'minlaydi. Bu kartalar chip va magnit chiziq bilan yoki bitta chip bilan chiqariladi. Kabej kartalarining ishlashi ikkita to'lov tizimining operatorlari o'rtasidagi kelishuvga asoslanadi. Karta egasi xarid uchun to'lovni amalga oshirganda, tranzaksiya savdo nuqtasiga xizmat ko'rsatuvchi Acquiring bank hamkorlik qiladigan to'lov tizimida amalga oshiriladi va jarayon yagona karta hisob varag'i bilan amalga oshiriladi. Agar egasi bilan to'lov tizimi ishlamayotgan, lekin boshqasi ishlayotgan hududga sayohat qilsa, u holda tranzaksiya boshqa tizim doirasida amalga oshiriladi. Karta egasi buning uchun hech qanday kuch sarflamaydi. U uchun faqat savdo nuqtasi uskunasi uning Kabej kartasida mavjud bo'lgan logotiplardan biri bilan jihozlanganligiga ishonch hosil qilishi muhimdir. Agar Acquiring bank kartada ko'rsatilgan ikkala to'lov tizimi bilan bir vaqtda ishlasa, tranzaksiyani amalga oshirish uchun qulayroq shartlarga ega tizim, ya'ni pastroq komissiyalisi tanlanadi. Kabej kartalar jarayonning barcha ishtirokchilari, chakana savdo nuqtalari, banklar, to'lov tizimlari va karta egalari uchun foydalidir. Sotuvchilar o'zlarining savdo aylanmasini oshiradilar, to'lov tizimlari mijozlar auditoriyasini kengaytiradi. Banklar o'z mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshiradi. Karta egalari esa birinchi navbatda operatsiyalar geografiyasi nuqtai nazaridan kengaytirilgan imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Kabej kartasi mohiyatini aniqlab olgach, uning bir necha afzalliklarini ajratib ko'rsatish mumkin. Xususan, bitta karta bir nechta kartani o'rnini bosadi. Bu qulay va shu bilan birga tejamkor. Chunki ikki turdagi plastik kartaga xizmat ko'rsatish uchun to'lash shart emas. Chet elda foydalanish mumkin. Tizim avtomatik ravishda foydaliroq to'lov tizimini tanlaydi. Hamma narsani qo'lda sozlashning hojati yo'q. Kabej kartasi quyidagi toifalardagi shaxslar uchun foydali bo'ladi. Ta'tilga yoki mamlakat tashqarisiga xizmat safariga chiqadiganlar. Chet elda plastik karta egasi tovarlar va xizmatlarga to'lash uchun hech bo'lmaganda naqd pul yechib olishi mumkin bo'ladi. Ba'zi hollarda hisobdan hisobga pul o'tkazish ham mumkin. Mahalliy ish beruvchi uchun chet elda ishlaydiganlar. Davlat muassasalari o'z xodimlarining ish haqini xorijiy hududda ishlamaydigan mahalliy ish haqi kartalariga o'tkazishlari shart. Ammo ular qo'shimcha ravishda xorijiy to'lov tizimiga ulangan bo'lsa, ayni foydali bo'ladi. Qarindoshlariga chet elga pul o'tkazadiganlar. Bu Kabej karta to'lov tizimlaridan biri ishlaydigan xorijiy mamlakatlarga nisbatan qo'llaniladi. Umuman olganda, Kabej kartasi bir to'lov tizimidan boshqasiga, masalan, chet eldan mahalliyga pul o'tkazish kerak bo'lganda qulaydir. Bu holatda hamma foyda ko'radi. Mijoz bir nechta kartalarni olib yurishi, tranzaksiyalar uchun komissiya to'lashi yoki pul o'tkazish uchun vaqtinchalik yechimlarni izlashi shart emas. Moliyaviy institutlar turli to'lov tizimlari bilan hamkorlik qilishdan foyda ko'radi va faoliyat doirasini kengaytiradi. Bugungi kunda mamlakatimizda siz quyidagi to'lov tizimlarida ishlaydigan Kabej kartalarini ochishingiz mumkin. Uzcard, UnionPay, Uzcard, Mastercard, Humo Visa, Humo Mastercard. Ko'plab banklar so'nggi paytlarda o'z mijozlariga ish haqini to'lash uchun ham, shaxsiy maqsadlar uchun ham aynan Kabej kartalarini taklif qilmoqdalar. Chunki avval aytganimizdek, u barcha tomonlar uchun foydalidir.